Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Bugungi brifing orqali maishiy gaz ballonlaridan to'g'ri foydalanish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish maqsadida nimalarga e'tibor qaratilishi lozimligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Bugun viloyatda 167 mingdan ortiq suyultirilgan gaz iste'molchisi istiqomat qiladi. Ularga gaz ta'minoti filiali tomonidan belgilangan reja grafikka muvofiq gaz ballonlari yetkazib berilmoqda. Shuningdek, joylarda gaz ballonlaridan to'g'ri foydalanish uchun tushuntirish, targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Havo haroratining ko'tarilishi oqibatida yuzaga keladigan noxush holatlarning oldini olish uchun har bir iste'molchi gaz jihozlaridan, xususan maishiy gaz ballonlaridan to'g'ri foydalanishi lozim. Bu borada gaz ta'minoti filiali quyidagilarni eslatib, ogohlantiradi. Bo'shatilgan yoki to'ldirilgan maishiy gaz ballonlarini soya salqin joyda saqlash talab etiladi. Ballonli gaz moslamalaridan foydalanishda yosh bolalarga o'z harakatlarini boshqara olmaydigan va gaz jihozlaridan foydalanish qoidalarini bilmaydigan shaxslarga ruxsat bermaslik lozim. O'zboshimchalik bilan mutaxassislar tomonidan o'rnatilgan gaz ballonni belgilangan joydan boshqa joyga ko'chirish turli baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin. Gaz ballonlarini quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joyda saqlash taqiqlanadi. Joylardagi gaz xo'jaligi korxonalarining texnika xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish xizmati xodimlari tomonidan tegishli yo'riqnomadan o'tkazilishiga e'tibor qarating. Gaz jihozlarini toza va soz holatda saqlanishini ta'minlang. Suyultirilgan ballonli gazdan foydalangandan so'ng gaz plitasidagi yopish jo'mraklari hamda ballondagi yopish uskunasini berkitib qo'yishni unutmang. Xonada gaz hidi sezilganda zudlik bilan gaz jihozlaridan foydalanishni to'xtating. Ochiq olovdan foydalanmang. Joylardagi 104 avariya dispetcherlik xizmatiga xabar bering. Suyultirilgan gazda ishlab turgan gaz plitasini nazoratsiz qoldirmang. Havo almashtirishning iloji bo'lmagan xonalarda ballonli gaz moslamalaridan foydalanmaslik lozim. Xonadagi mavjud gaz ballonlarini almashtirish paytida elektr yoritgichlarini o'chirib yoqishga, ochiq olovdan foydalanishga, elektr isitgichlari va isitish pechlaridan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Hurmatli iste'molchilar, siz maishiy gaz ballonlaridan foydalanganda xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Gaz xo'jaligidagi xavfsizlik qoidalarini buzgan, avariya holati va baxtsiz hodisalarga yo'l qo'ygan shaxslarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora qo'llaniladi. Yuqorida ta'kidlangan ko'rsatmalarga rioya qilishingizni so'rab qolamiz. O'zingizni va atrofdagilarni ehtiyot qiling.